Diktator Franco Real Madridga yordam berganmi yoki Barselonaga? Dunyo futbolining asosiy qarama-qarshiliklaridan biri hisoblanuvchi Real Madrid va Barselona to'qnashuvi haqida gapirganda, shubhasiz mavzu ularning milliy yutuqlariga ham borib taqaladi. Futbol muxlislari orasida Ispaniyaning fashist diktatori Franco Real Madrid muxlisi bo'lgani va o'z hukmronligi davrida qirollik klubiga qurol kuchi bilan yordam bergani haqida gaplar keng tarqalgan. Aslida ham shundaymi? Hozir ba'zi faktlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi fakt. Franco davrida, ya'ni 1936-yildan 1975-yilgacha chempionlik va kubokni qo'shib hisoblaganda Real Madrid Barselonadan bor yo'g'i bitta ko'p milliy yutuqqa erishgan. 21-20. Qizig'i, Franco hokimiyatdan ketgandan keyin Barselona ketma-ket 10 yil chempion bo'la olmagan. Ikkinchi fakt. Franco Realni shunchalik sevganki, Madrid klubi faqatgina 1954-yilda, ya'ni Franco hukmronligining 18-yili birinchi chempionlikni qo'lga kiritgan. Yana bir fakt. Barselona Generalissimus Franco nomidagi kubokni Real Madriddan ko'proq yutgan. 9-6. To'rtinchi fakt. Barselona o'sha mashhur avtomat stollar ostida o'tgan klassikoda 11-1 Real Madridga yengilgandan keyingi 6 yil davomida faqat 4 marta Realga mag'lub bo'lgan. Franco haftadan bitta yirik g'alabadan so'ng Barsaga shafqat qilgan. 5-fakt va asosiy ma'lumot. Franco davrida jami 98 ta klassiko o'tkazilgan. Shundan 43 tasida Real Madrid g'alaba qozongan, 39 tasida esa Barselona yutgan. 16 ta o'yin durang bilan tugagan. Agar Franco Realning ashaddiy muxlisi bo'lgan bo'lsa, u o'z jamoasi asosiy raqibga 39 marta yutqazishga yo'l qo'ygani albatta qiziqish. 6-fakt. Barselonaning sobiq prezidenti Agustí Montal Realni juda yaxshi ko'rgan va Barselonaga zulm qilgan o'sha Franconi oltin medal bilan taqdirlagan. Franco Barselona fan klubining faxriy a'zosi ham bo'lgan. Bundan tashqari, Franco Barselonaga moddiy yordam ham bergan. Qolaversa, yirik transferlarga ko'maklashgan. Masalan, vengriyalik Ladislav Kubala transferiga. Shunday qilib, Gitler va Mussolini yordamida taxtga chiqqan Franconing Real Madridga muxlislik qilgani va unga yon bosgani, Barselonani esa qiynagan haqidagi gaplar shunchaki afsona, mif. Bu videoni ushbu afsonaga eng ko'p ishonuvchi klub muxlislariga jo'nating. Siz ularni taniysiz.